Казань, Товарищеская, 34, телефон 8 951 061 65 40. Kreml yar boyu Oqqush, Qoban kunlari Gorkiy Ahmet Parkı rayon uzaklarındagi yol maydonlari 5 yil içinde respublikada 370 obyekt borliqqa kela, ele qo'l tiymagan maydonlarda yetarlik. Ularni motor, o'ng'ayli, shu vaqtda tabiatga ziyon kelmasligi etib o'zgartasi bor. Shuluq Qoban bo'yi bir ulushunda boshlangan o'zgarish yorning bo'yindan bo'yina ko'chib, ikki yorni Jeyulilar ko'piri tutashtirashaq. Oqqush kulin turg'izu bo'yicha 140 gektarda quloshli ish boshqarildi. Jeyulilar yo'li yoqtirtuv joylanmalarida qo'yilashaq. O'rmonda shoshliq pishirga yaratuvchilar ziyon ketirmasin uchun yo'l zonasin nishik uyushtirishga, Qozon suv yarlarida o'zgarish kuta. Bizga ekologik infrastrukturani durust etib jeyildirasi bo'la. Biotirlikni saqlab qolirga kerak. Bunda xalqaro tajribaga tayanasıydı. Meksika, Tönyak, Amerikadan kelishak xizmatdoshlarimizning bu ülkede tajribasi g'oyat zo'r. 125 mingdan ortiq delegat aytik Singapurdan park ishindagi shahar yasagan arxitektor kelishak. Onun baqshalari UNESCO haykallari ismligida. Kanadada shahar o'rtasidagi 11 kilometrli qishqi yo'l proyektining avtori da Qozonga jina. Qishni da qiziqtirliq etib bo'la bit. Olardan ireneshak biz. Istavina hozir xalqning talabi ortdi. 5 yil ilk narsani da bo'lsa o'zgartirish endi desalar, hozir nishik kerak ekan o'zlari aytalar. Biz o'z tajribamiz turida da söyleyeshakmiz. Qiziqsinuvchilar bor. Shuluq Muslimdagi park turida biz xalqaro ekspertlar bilan da o'rtoqlasha olamiz. Мы приехали издалека, из Ханты-Мансийского округа. Просто отдохнуть, посмотреть, слышать, что Казань очень красивый город. На самом деле это так. Прям жизнь и любуешься. Здорово, прикольно. Все интересно и достаточно уютно. Qozonda yosh arxitektorlar jiyinida o'zashaq bu yil u sanoat maydonlarini o'zgartirishga bag'ishlangan. Qatnashuvchilar Santexpribor ham Qozonning port elevatorini o'zgartirish proyektlarini taqdim etacak. Gulnaz Sayfiddinova, Александр Лобанов, Yangi Asr kanali. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.